Loyiha beradi, 12 qavat, keyin qurayotganda birdaniga 16 qavatga aylanib qoladi bino. Bitta ham qurilish bildirmasdan qilib bo'lmaydi. Hokimiyatda xabari bor. Ba'zi bir quruvchilar bir qanaqadir musobaqa bo'ladi. Men 6 kunda bir qavat ko'tara olaman, boshqasi aytadi, men 5 kunda ko'tarib bera olaman. Investorlar pul ishlatyapti, tezroq pulni chiqazib olish kerak. Trotuar qo'yishadi-da, bir qishdan keyin chang aylanib ketadi. Betondan tez narsa qurishadi-da, trubalarga teshuv qoldirmaydi, keyin kelib teshadi o'sha. Do'kon nomini, kafe nomini bittasida buzildi, boshqasida buzilmadi. Har bir do'kon o'z qanaqadir brendini ko'rsatmoqchi. Hammasi bir xil bo'lsa, u kimga yoqmaydi unaqa narsa. Bizga ham yoqmaydi. Shahar temperaturasini qarasangiz, Toshkent viloyati 35 bo'lsa, bizda 45 ga chiqib ketadi. Uni qana qilib saqlasa bo'ladi? Oxirgi paytda shaharlarimizda ozgina yomg'ir yog'sa ham suv toshib ketadi. Suv yig'ilish u bosh planni betartib bo'lgani, qurilish xaotichlik hamma joyda bo'lgani, avrolar bekilib ketgani, hamma suvni ketkizib yuborsangiz, mikroiqlim bo'lmaydi, shahar isib ketadi. Ipoteka bo'lganda bir tomondan bu imkoniyat. Ba'zi bir quruvchilar bir qanaqadir musobaqa bo'ladi. Men 6 kunda bir qavat ko'tara olaman, boshqasi aytadi, men 5 kunda ko'tarib bera olaman. To'g'ri, ba'zi bir yangi materiallar beton tezroq qotadi, bunaqa narsalar bor, yangi texnologiyalar bor, tezroq bitkazishga. Lekin binoni qurayotganda o'sha yetarli vaqt bo'lishi kerak, ajratilishi kerak. Beton qotadimi, g'ishli qo'yiladimi, boshqa material qo'yiladimi, uni hammasini bir-biriga ulab to'g'rilashga, tekshirishga vaqt kerak. Keyin bino qurilgandan keyin bino nima deydi, sal tartibga soladi o'zini. Bosimdan ozgina tartibga soladi. Unga ham vaqt kerak. Yaxshi bitmaganda mana ko'p binolarda ham shunaqa bo'ladi. Qanaqadir toshdami panel bo'ladi-da, u buzilib tushadi. Chunki orqasidagi beton anaqa qotmadi yaxshi, yetarli bo'lmadi, keyin tushib ketadi. Sifatiga e'tibor berish uchun vaqt kerak. Uni shoshib qilish kerak emas. To'g'ri, bu investitsiya, ular investorlar pul ishlatyapti, tezroq pulni chiqazib olish kerak. Bu yerda davlat qoida qo'yish kerak. Masalan, qurilish uchun shuncha vaqt ajratilishi kerak. Kamroqda qurilish bo'lish kerak emas-da, borib sifatini tekshirish kerak. Mana shunaqa bo'lganda, unda sifatiga ham e'tibor beriladi va cho'zilib ketmaydi ham. Faqatki eng zo'r sifat yoki sifat past materialda emas masala. Chunki har bir materialning o'zining joyi bor. To'g'ri, ba'zi bir material sifati juda past bo'lsa, masalan, beton u shoshilib tushib ketishi mumkin. Biz mana ko'chada ham ko'ramiz, trotuar qo'yishadi-da, bir qishdan keyin chang aylanib ketadi. U sifati past qilingan, noto'g'ri qilingan narsa bu iqlimga tashqarida turishga yaramaydi. Balki bu beton binoni ichida yuradigan joyda, evlarda, kam odam yuradigan joyda. Ko'p odam yuradigan joyda tashqarida turib, bu noto'g'ri yechim. Ko'p materiallar o'ziga to'g'ri keladigan joyda ishlatilsa, ko'p yil ishlaydi. Afsuski, shoshayotganda, tez quraman deganda, arzonroq quraman deganda odamlar sifatga e'tibor berishga vaqti ham bo'lmaydi, xohishi ham bo'lmaydi. Tez quramiz deydi-da, unda o'shaqa chala qurilib, keyin umuman binoni necha yil yashashiga, qulaymi, xavfsizmi, o'sha narsalarga ta'sir qilishi boshlaydi. Qurilishda tejamkorlik qilish kerak emas. Qurilishda samaradorlik qilish kerak. Ya'ni siz yetarli material ishlatishingiz keraksiz. O'sha material vazifa asosida ajratiladi. Vazifa asosida siz tanlaysiz. Beton bo'ladimi, g'isht bo'ladimi, yog'och bo'ladimi, oyna bo'ladimi, hammasi vazifa asosida qilish kerak. Janubiy tomonda oyna quryapsiz, bitta bo'ladi, shimoliy tomonda boshqacha bo'ladi. Devorni, fasadni bitta qilyapsiz, janubiy qarab, shimol tomonda boshqa bo'ladi. Maktab bitta narsadan qilinadi, ofis bino boshqa narsadan qilinadi. Ko'pdan ko'p, masalan, betondan tez narsa qurishadi-da, trubalarga teshuv qoldirmaydi, keyin kelib teshadi o'sha. Bir tomondan material sarflandi, pul sarflandi, beton qo'yildi. Ikkinchi tomondan yana pul qo'shilyapti, o'sha yerda teshuv qilishga. Uni rejalashtirganda o'zida joyi qoldirilardi-da, o'zi keyin qaytib qilish kerak emas bularda. Isrof bo'lmasdi. Binolarni hozirgi ahvolda materiallar shunaqa rivojlangan, uni siz kelajakka o'zgarishga imkoniyat qoldirishingiz keraksiz. Fasad o'zgaradimi yoki boshqa elementlar ham o'zgaradimi? Shunaqa hozir narsani hisobga olib imkoniyatlar qoldirsa bo'ladi. Unda bino yashaydi. Yaponiyada qanaqadir bitta oilaviy restoran bor, 700 yildan beri o'sha binoda ishlayapti. U bino demak shunaqaki qurilgan, 700 yil davomida texnologiya ham o'zgargan-ku. Konditsioner bor, chiroq bor, ventilyatsiya bor, xavfsizlik bor, yong'in
bu hamma narsaga qo'yishga imkoniyatlari bo'lgan binoda. Ya'ni bu yaxshi dizayn bo'lgan, uni o'zgarishga imkoniyati bo'lgan. Bizda O'zbekistonda ko'p odamlar material nimadan qilinganiga unaqa narsalarga e'tibor berishmaydi, chunki bilishmaydi. Goh paytda odamlar kiradi, yangi uyga kiradi, yangi uyni hidi bo'ladi, o zo'r yangi uyni hidi. U juda zaharli narsa, chunki siz hamma ximikatlarni nafas olyapsiz. U yaxshi emas. VOC deydi, volatile organic compounds. Bu kraskada, kleyda maxsus materiallar bo'ladi. Ular yil davomida ozgina-ozginadan chiqazadi. Birdaniga zarar bo'lmaydi, yillab qilganda yig'iladi bu narsa. Interior dizayn, внутренний dizayn qilganda shu qaysi materiallarni biz binoga qo'yamiz. Bola katta bo'ladi, yoshi katta odam yashayapti, balki kasal odam yashaydi. O'zimizning sog'lig'imizga tegishli narsa. Dizayn maqsadga qarab bo'lishi kerak. Siz masalan kutubxona bo'ladimi, bitta bo'ladi. Kasalxona bo'ladimi, boshqa bo'ladi. Kasalxonaning ichida operatsiya bo'lgan joy bitta yoki odam уже tuzalib ketyapti, o'sha joyda ranglar boshqacha, anaqalar boshqacha hammasi bo'lishi kerak. O'sha maqsadga qarab qilish kerak. O'zi dizayn kod to'g'ri, bir tomondan tartib bo'lgani ma'qul. Ikkinchi tomondan har bir shaharni o'zini bir qanaqadir xarakteri bor. O'zini bir butun dunyoda odamlar tan oladigan narsalar bor. Masalan, Manhattan, Nyu-Yorkda sizga rasm ko'rsatsa, siz darrov ko'rasiz, bu Manhattan. Hamma yoq chiroq, reklama, bunaqa bir xil narsa emas u yerda. Gong-Kong bo'ladimi, Tokio bo'ladimi, Delhi bo'ladimi, Istanbul bo'ladimi? Siz qarab, rasmga qarab, siz tan olasiz. Bu anaqa ekan, bu shunaqa shahar ekan. O'shaning uchun har bir shaharni o'zini qanaqadir mana shunaqa ba'zi bir narsalar kichkina, ba'zi bir narsa katta narsalar bo'lishi kerak. Bir xil bo'la olmaydi. Tartib qilaman desangiz, boshida jamiyatni jalb qilib, bizneslar hammalar bilan gaplashib, suhbatlashib, qarab, keyin mana shunaqa dizayn kod yaratilsa, unda uni amalga oshirish osonroq bo'ladi. Chunki odamlar qo'shilib, biz ham qatnashdik, bizning fikrimizni bildirdik. Xo'p, mana fikr qabul qilinmadi, mamnunsiz qabul qilindi. Har bir do'kon o'z qanaqadir brendini, o'z anaqasini ko'rsatmoqchi. Rangi bilan, har xil narsalar bilan ko'rsatmoqchi. Hammasi bir xil bo'lsa, u hech kimga yoqmaydi unaqa narsa. Bizga ham yoqmaydi. Ozgina ozodlik bo'lishi kerak u yerda. Har ko'cha ham bir xil bo'lishi kerak. Shaharimizda 12 ta tuman bor. Har birining o'zining anaqasi bor. Bir xil bo'lish bo'lmaydi unaqa narsa. Viviskalarni, anaqalarni, nomlarni shu yaqinda buzib tushirishgan, ba'zi bir bizneslar shikoyat qilgan, ularning oldiga kelib, ularni nomini, do'kon nomini, kafe nomini bittasida buzildi, boshqasida buzilmadi. Uni hali dizayn kod ishlashni boshlashdan oldin harakatlar qilindi. Kelib 24 soatda buzish kerak, buzmasa elektr o'chirib qo'yamiz. Mana shunaqa narsalar ham gapirildi. Bu noto'g'ri harakat. Xo'p, dizayn kod qilinsa, birinchidan to'g'ri qilinishi kerak. To'g'ri qilingandan keyin odamlarda vaqt bo'ladi. Bu hozir yarim yil suhbatlashib, uchrashuvlar o'tkazib, televizorda qanaqadir suhbat, intervyular hammasi qilgandan keyin odamlar pishadi, fikr pishadi. Bizneslar ham o'ylaydi, mana bu trend o'zgaryapti, biz qanaqadir boshqacha narsa o'ylashimiz kerak deb o'ylaydi. U bir kunlik emas ish, yarim yil ajratish kerak. Sekin-sekin qadam qilib o'zgartirib borishga imkoniyat bo'lishi kerak. Bu menimcha noto'g'ri qilingan narsa. Aholi ko'payayotgan bo'lsa, bu odamlar qayerda yashaydi? Katta binolar kerak, lekin hamma yoq katta bino bo'lishi shart emas. Keyin katta bino degan nima degani? 4 qavatli katta binomi, yo 16 qavatlimi, yo 20 qavatlimi? Bizda O'zbekistonda bir nechta muhim narsalar bor, iqlimimizga tegishli. Birinchi, isib ketish. Katta bino qo'yganingizda tepadagi qavatlar hammasi ochiq qoladi. 4 qavatli bino daraxtning soyasida yashashi mumkin. 5 qavatli bino daraxtning soyasida yashashi mumkin. Soyada tursa qizib ketmaydi. 20 qavatli bino qursangiz, tepadagi qavatlar quyoshda qolib ketadi. Quyoshda qolib ketsa, demak siz konditsionerga ko'proq pul sarflaysiz yoki fasadni qanaqadir qilib boshqacha qilishingiz kerak, unga pul sarflaysiz yoki siz steklopaketni qanaqadir boshqacha qilishingiz kerak. Keyin katta binolar issiqlikni o'ziga shimib olib, soatlab beradi. O'sha issiqlik oroli degan narsa bor. Shaharlar qizib ketadi. Shahar temperaturasini qarasangiz, Toshkent shahari masalan 5-10 daraja Toshkent viloyatdan issiqroq bo'ladi. 10 daraja u ko'p. Ya'ni sizda masalan Toshkent yozda qizib ketdi, Toshkent viloyati 35 bo'lsa, bizda 45 ga chiqib ketadi. 45 daraja u xavfli. Uni qana qilib saqlasa bo'ladi? Shu soya bo'lishi kerak. Soya bo'lish uchun binolar pastroq bo'lgani ma'qulroq. Bizda mahalla degan
tushunishi bor. Mahalla degani o'zi nima degani? Odamlar birgalashib yashaydigan joy. 4-qavatdan 1-qavatga ota-ona hali bolaga qarab biror narsa gapira oladi, bola javob bera oladi, bola ko'rinadi. 20-qavatdan siz gapira olmaysiz, ko'rmaysiz gapni. Sizni bolangizmi, boshqa bolami? Shunaqa ko'ringanda butun mahalla qatnasha oladi. Odamlar bir-birini taniganda xavfsizlik bo'ladi, qanaqadir tinchlik bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi. Ota-onada ham xotirjamlik bo'ladi, bola yuribdi, aylanib yuribdi, kimdir ko'zi bor unda. Ko'p qavatli binoda odamlar ko'pdan ko'p bir-birini tanimaydi. Faqatki kvadratli metr qo'yaman, faqatki investitsiya yaxshi bo'ladi, faqatki ko'proq odam bitta yerga qo'yamiz, unaqa bo'lish kerak emas. Jamiyat qanaqa qilib yashash kerak? Odamlar ahillik qancha bo'ladi, bolani tarbiyalab qanaqa qilib bo'ladi. Ko'p qavatli binolarning minuslari ko'p afsuski. Minuslardan yong'inga xavfsizlikka, uning yechimlar kerak, odamlarni evakuatsiya qilishga imkoniyati bo'lishi kerak. Keyin yer qimirlaganda ham siz 8 ballga rejalashtirib qursangiz, 9 balli yer qimirlaydi. Siz mashina qurdingiz, o'shandan kamroq bo'ladi, yer qimirlash o'shandan kamroq bo'ladi. Unaqa siz 100% hech kimga garantiya bera olmaysiz. Energiya samaradorlik tomonidan pluslari bor. Katta binoni boshqarish to'g'ri qilinsa, osonroq. Har bir kvadratli metrga kamroq energiya ketadi, kichkina binoga qaraganda. Lekin faqat energiya samaradorlik qilamiz deb katta bino qurish shart emas. Kichkina binolarni ham samarali qilsa, energiya samaradorlik ishlatadigan bino qilsa bo'ladi. Toshkentda chang bo'ronlar ko'paygan. Ba'zi bir odamlar aytgan, u Qozog'istondan kelayotgan shamol, qozog'istonliklar aytgan, yo'q, bu bizning shamolimiz emas. Shaharda bir nechta narsa chang yaratadi. Birinchidan qurilishlar bo'layotgan. Qurilishda chang paydo bo'ladi. Siz yer kovlaysiz, beton, semon, mashina yuradi, har xil chang paydo bo'ladi. U changni kontrol qilsa bo'ladi. Suv sepib, anaqa qilib yo'llari bor kontrol qilishga, ko'pdan ko'p afsuski yaxshi kontrol qilishmaydi. Ikkinchisi, u avtomobillar. Avtomobillardan qanaqa chang chiqadi? G'ildirak yediriladi va asfalt yediriladi. Ular hammasi o'sha PM2.5 ga o'tadi. PM2.5 particle matter, 2.5 mikron. U juda kichkina narsa. U narsa bizani burnimizdan o'tib, o'pkaga ham o'tib, qonga ham o'tishi mumkin. E'tibor bersangiz, Toshkentda chang qora. Uning asosiy narsalari bu g'ildirakning rezinasi, asfalt, bular hammasi neftdan chiqqan mahsulot. Unga sement, mana shunaqa narsalar qo'shiladi qurilishdan. Bu hammasi havoni ifloslikka olib boradi. Bir tomondan siz mana shu har xil iflosliklarni chiqazasiz. Boshqa tomondan sizda daraxtlar changni o'ziga tortib oladi, bagiga yopishib qoladi. Keyin yomg'ir yog'ganda u pastga tushadi. Havo namligi bo'lsa, namlikda mana shu suvni tomchiligi chang yopishadi, pastga tushadi. Siz uni nafas olmaysiz, u yerga tushadi og'irligidan. Arularimiz bo'lgan. Aruni bir nechta vazifasi bo'lgan. Bittasi drenaj, boshqasi irrigatsiya. Teshuvlar orqali daraxtlarga suv yetkazib berardi. Uchinchisi mikroiqlim yaratish. Chunki bu suv yurganda uni tomchilari ispareniya bo'lib ko'tariladi. Ko'tarilganda havo namligini qarqaras daraxtlarni soya beradigan joyida mana shu yerda mikroiqlim paydo bo'ladi. Havo namligi oshganda u o'sha changni o'ziga tortib oladi. Pastga tushadi. Daraxtlar kamaygandan keyin, arular ketgandan keyin changni ushiydigan narsa qolmadi. Shuning uchun chang bemalol uchib yuraveradi. Uni kontrol qilish uchun yashil hududni qaytarish kerak va arularni qaytarish kerak. Bizning iqlimimizda boshqacha changni biz kontrol qila olmaymiz. Oxirgi paytda shaharlarimizda ozgina yomg'ir yog'sa ham suv toshib ketadi. Suv toshib ketganda odamlar nima deydi? Drenaj tizimi ishlamayapti deydi. Ya'ni suv qayerga ketishni joyi yo'q, qayerdir yig'iladi, metroga tushadi, ko'chalarda yig'iladi. To'g'ri, drenaj u bir qismi, lekin yomg'ir yog'ayotganda suvning bir qismi shaharda qolishi kerak. Har bir yer qanaqadir territoriyaning joyida sizda gidrobalans degan narsa bor. Suvning balansi turishi kerak. Yer tagidagi suv, tepadagi suv, arular bo'ladimi, kanallar bo'ladimi, ko'l bo'ladimi, hovuz bo'ladimi, bu hammasi balansda turganda ekotizim yashaydi. Bu ya'ni degani yomg'ir yog'ayotganda hamma suvni aru orqali qaqadur ketkazib olish emas. Arularda ilgari SSR paytdan oldin oddiy turbodan yerda ana qilgan aru bo'lgan. Uni suvi bir qismi ketadi, bir qismi yer ichiga kirib ketadi. Yer ichiga kirib ketganda daraxtlar shim oladi, o'simlik shim oladi, yer ostidagi suvni ham bitta balansga, tizimi balansiga tushadi bu narsa. Xo'p, keyin beton qildik, lekin betonda teshuvlar qoldirdik. O'sha teshuv orqali suvning bir qismi ketadi. Unda siz suvning bir qismini kanal orqali, aru orqali, kanal orqali qanaqadir daryoga ketkazasiz, lekin bir qismi
yerga shimib ketadi, bir qismi ko'lda yig'ilib yerga shimib ketadi, shu yerda qoladi. Butun hamma 100% suvni ketqizish kerakmiz. O'shaning uchun bu tizimni drenaj tizimi deyish noto'g'ri. Shaharda suvni boshqarish tizimi deyish kerak. Chunki suvni bir qismi yomg'ir suvi tushayotganda bir qismi shaharda qolish kerak. Hech qayerga ketish kerak emas. U qayerda qoladi? Yerda qoladi. O'sha aru orqali ketadi. Mana men Amerikada yashagan joyda ham shunaqa joy bo'ldi. Ko'p yomg'ir yog'ganda toshadigan joy qilishgan. Parkning bir qismi suv toshadi. O'sha yerda shunaqa o'simliklar borki, suv toshganda bo'g'ilib qolmaydi. Keyin 2-3 kunda sekin suv ketadi. U hech qayerga ketish kerak emas. O'sha yerda qoldi. O'sha o'simliklar hammasi u suvni ichib oldi. Muammo suv yig'ilish, u bosh planni betartib bo'lgani, qurilish xaotichlik hamma joyda bo'lgani, arular bekilib ketgani bo'lgan. Arularni bekishganda bir qismi menga shunaqa tushuntirib berishgan. Men kelganimda ba'zi bir odamlar aytishdi, shu aruni bekishdi, bu yerga trubalar qo'yib, endi suvni irrigatsiyani truba orqali yetkazib beramiz deyishdi. Bu aruni irrigatsiya u bitta vazifasi. Boshqa vazifasi drenaj. Boshqa vazifasi mikroiqlim. Hamma suvni ketkazib yuborsangiz, mikroiqlim bo'lmaydi. Shahar isib ketadi. Shaharni qurilishda investor u butun tizimi bir qismi. Shaharni boshqaradigan hokimiyat bor. Hokimiyatda rejalashtirish bor. Bizda loyihalashtirish institutlar bor. Qurilish vazirligi bor. Bu tashkilotlarning hammasining vazifasi butun tizimni tartibda ushlash. Shular ruxsat berish kerak. Mana bu yerda quramiz, bu yerda qurmaymiz. Bu yerda 20 qavatli qursa bo'ladi. Mana bu yerda faqatki 4 qavatli qursa bo'ladi. Siz xohlagan joyingizda, mana bu yerda kanal bor ekan, mana bu yerda 20 qavatli quraman deyishga unaqa investorga zo'r bo'ladi, unaqa bo'lish kerak emas. To'g'ri, investorga yaxshi bo'lishi mumkin, lekin zararini kim ko'radi? Investor muammo yaratdi, lekin muammoni tuzatishga u pul sarflamayapti. Bu noto'g'ri. Qurayotganda ba'zi bir quruvchilar shunaqa bo'ladi, loyiha beradi, 12 qavat, keyin qurayotganda birdaniga 16 qavatga aylanib qoladi bino. Unaqa narsalar bo'lish kerak emas. 12 qavat qildimi? Chunki o'sha asosda truba ham rejalashtirilgan, kanalizatsiyani siz qo'shimcha 4 qavat qo'shdingiz, qancha odam qo'shildi. U yerda suv ta'minlab berishingiz kerak, siz kanalizatsiya ishlash kerak, energiya bo'lish kerak. Uni hammasiga tizim tayyor bo'lmasa, evlamaydi. Bir necha marta gapirilganda, 900 ta bino noqonuniy qurilgan, necha mingta bino noqonuniy qurilgan. Endi bino kichkina narsa emas. U bir kunda qurilmaydi. 1 yil quriladi, 2 yil quriladi. Uni bildirmasdan qurib bo'lmaydi. Shaharga kim javobgar? Hokim javobgar, hokimiyat javobgar. Bitta ham qurilish bildirmasdan qilib bo'lmaydi. Hokimiyatda xabari bor. Kimdirri hokimiyatda xabari bor. Binoni 9 qavatdan 12 qavatga aylanishi ham birdaniga bo'ladigan narsa emas. Uni ham kimdirri xabari bor. Yer ajratish ham to'satdan bo'lmaydi. Chunki yerni tayyorlab, kadastrda to'g'irlab, konkursga, tenderga qo'yib, unaqa narsalar hammasi sotiladi. Ya'ni bu ma'lumot bir nechta odamning qo'lidan o'tgan, qanaqadir odamlar qo'l qo'ygan, mana shu narsani sotamiz deb. Bu narsalar nima deydi, to'satdan bo'lgan xato emas. Lekin ruxsat hujjatdan bo'lishi mumkin, telefonda gapirilgan hujjat ruxsat bo'lishi mumkin. Telefonda u noqonuniy ruxsat. U asosida qurib bo'lmaydi. Ko'p paytda odamlar, mana bizda ham hozir odamlar anaqa qiladi-da, janjal qiladi. Bolalar o'ynaydigan joyda yoki qanaqadir o'rmon bor, daraxtlar bor, o'sha yerda hozir yangi bino quramiz deb devor qo'yib qo'yishadi. Odamlar kelib talab qiladi, hujjat ko'rsating, hujjatni ko'rsatmaydi, qurishni boshlaydi. Ba'zi bir odamlar borib gapirganda, bularda hujjat yo'q ekan, nima asosida qurishyapti. Lekin bularga kimdir ruxsat bergan. Ruxsatsiz bunaqa narsa bo'lmaydi. Uy doim bu katta investitsiya. Ilgari kredit bo'lmaganda siz pulni yig'ib yoki tanish bilishdan qarzga olib borib sotib olardingiz uyni. Hozir endi bankka borib ipoteka olishga imkoniyatingiz bor, ipoteka olasiz, sotib olasiz. Ipoteka bo'lganda uni ikkita tomoni bor. Bir tomondan bu imkoniyat. Sizda $100,000 yo'q, lekin kvartira kerak. Bordingiz, bankdan ipoteka oldingiz, to'layapsiz, yashaydigan joyingiz bor. Siz har oyi to'layapsiz. 1,5 million, 2,5 million, 4,5 million qanaqadir miqdorda siz to'layapsiz. Lekin ipoteka 20 yil, 30 yilga cho'zilganda siz butun narxini sezmaysiz. Siz faqatki har oyi to'layotgan narsani sezasiz. Lekin 20 yilda u juda katta pulga aylanadi. Bizning protsentlarimiz hozir 18 mi, 20 mi foizli ipotekada. Bu bir umr qarz. Sizga qarz,
sizni bolangizga qarz. Ipoteka bir tomondan imkoniyat yaratishi mumkin, boshqa tomondan narxlarni oshishga imkoniyat ham beradi. Quruvchi investor 100 minglik narsani 120 ming deb qo'ysa ham bo'ladi. Chunki siz 4 milliondan 4 million 500 mingga o'tdingiz. Bunaqa farqi bo'lmadi. Mana bu yerda 20 mingga narxi oshdi. Siz haqiqatda 20 yilda 30 yilda 20 mingning o'rniga qo'shimcha 100 ming to'laysiz. Xo'p, 4 million to'layapti, 4,5 million 5 million ham tortaman deydi. 5 million yaxshi ishim bor. Keyin ishdan haydashdi yoki kompaniya bekilib qoldi. Birdaniga qo'lida pul yo'q har oy to'lashga. Nima bo'ladi? Bank uyni olib qo'yadi. Qarz-ku. Nafaqatki uy qarzda, mashina ham qarzda. Bizda mashinaga ham kredit beradi-ku. Keyin ko'p odamlar mikro qarz oladi. Mana shu hamma qarzlar ish borligiga bog'liq. Birdaniga ish odam yo'qotib qo'ysa, kompaniya bekildi, korxona bekildi yoki odam kasal bo'lib qoldi, har xil voqealar bo'ladi. Butun hamma narsa chochilib tushadi. Ya'ni ipotekani ishlatayotganda juda ehtiyot bo'lib ishlatish kerak bu narsani. Shartta hammalarga berib, foizlarni kamaytirib, pasaytirib, unaqa narsa bo'lish kerak emas. Chunki bu kelajakda butun iqtisodiyotga muammo keltirishi mumkin. Qimmat narsalar ishlatilsa, bu yaxshi sifat deb o'ylasa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Qimmatroq qilib, sifatsiz narsalarni ham sotsa bo'ladi. Masalan, siz qanaqadir mebel sotyapsiz-da. Siz uni qimmatroq qilib sotmoqchisiz, lekin sifatni zo'r qilishni xohlamayapsiz. Siz uni ranglarini yer rangi, yashil rang, mana shunaqa to'q rangli qilib qo'yasiz, ko'rinishni sal eko ko'rinish qilib qo'yasiz, nomiga bir eko qo'shib qo'yasiz, bo'ldi. Qimmatroqga ketdi, hamma o zo'r ekan, bu qanaqadir daraxtdan qilingan, qanaqadir zo'r materialdan qilingan, qaraysiz narxi mamasi 10 so'm, mamasi 15 so'm, mamasi zo'r ekan deb sotib oladi. Lekin sifatiga ta'sir qilmaydi. Bu yerda davlatning bir muhim roli bor. Standartlarni tekshirish, sifatni tekshirish, standartlarni rivojlantirish. Sizda mana shu yerda mahsulot qanaqadir pechat bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz, bu narsa sifatli. Chunki siz hamma narsani mutaxassis bo'la olmaysiz. Demak, siz qanaqadir standartlarga ishonadigan imkoniyatingiz bo'lishi kerak. Bu narsani kimdir boshqa tekshirgan yoki davlat tekshirgan yoki qanaqadir mustaqil davlat tashkilotlar tekshirib pechat qo'yib, mana shu narsa sifatli deb qo'ygan. Yevroremont sifatlining belgisi. Bu ham boshida endi paydo bo'lganda bu haqiqatan sifatlining belgisi bo'lgan. Yevropadan mahsulot olib kelingan, qanaqadir o'sha yerda o'rgangan mutaxassislar nimadir qilgan. Keyin o'zi nimaligini ham ko'p odam tushunmaydi. Nima bo'lish kerakligini bilmaydi, ko'rinishi qanaqa bo'lish kerak, yozib qo'yadi Yevroremont bo'ldi. Demak, bunga sal ko'proq pul to'lash kerak, zo'r narsa bo'ladi. Bilganicha nimadir tushuntirib berdi, qilayotgan odam, xaridor o'zicha tushundi, bo'ldi. Bizda odamlar Yevroremont deganda shu sifatni kutadi, sifatli narsa bo'lish kerak deb kutadi. Endi buni 100% hozir garantiyaga hech kim bera olmaydi. Bu sifatli bo'lishini. Yevroremont degan standart hozir yo'q bunaqa narsa. Minimalizm arzonroq tushadimi, tushmaydimi? Endi to'rtta davol qursangiz, u minimalizm eng anaqa bo'ldi. Siz hech narsa qo'ymadingiz, to'rtta davolingiz bor, bitta stol qo'ydingiz, bitta kravat qo'ydingiz, bo'ldi. U eng minimalni bu-da. To'g'ri, bu arzonroqga tushadi. Minimalizm deganda arxitektura dizayn to'g'risida u har xil narsa u yoqqa kirsa bo'ladi. Arzon bo'lishi shart emas u. Qimmati ham bo'lib ketishi mumkin. Siz qanaqadir eng zo'r arxitektor olib keldingiz, o'zingizga nimadir qilib berdi. Unga ham to'laysiz, u ham xarajat bo'ladi, mutaxassisga to'lash kerak. Eng zo'r mutaxassisga ko'proq to'laysiz, sal kamroq anaqa bo'lgan mutaxassis bo'lsa, kamroq to'laysiz. Shart emas minimalizm arzonroq bo'lishini. Minimalizm trend, uzoq muddatli trend bo'lishi mumkin. Bu odamlarga bog'liq. Eng muhimi estetika bilan qulaylik birgalashib ishlash kerak. Dizaynda eng katta xato shoshib qilish bo'ladi. Ochiq oshxona trendi goh keladi, goh ketadi. Uni binoda qurilayotganda imkoniyat qoldirish kerak. Eng muhim maslahatlardan birinchisi ko'p o'qish kerak, ko'p o'rganish kerak. Biza shaharni xaridorimiz, biza uyni xaridorimiz, biza bog' bo'ladimi, park bo'ladimi, o'shani biza xaridorimiz. Biza to'laymiz o'shanga. Soliq orqali davlatga to'laymiz yoki sotib olganda to'laymiz. Siz bilim ortishingiz keraksiz, o'shanda siz talab qilsangiz ham bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mahalla degan narsa rivojlanish kerak. U faqat bir administrativ narsa emas. Bu ya'ni bir-birini bilib, bir-birini tanib, qarab, atrofdagi rivojlanish bo'ladimi, qurilish bo'ladimi, birgalashib harakat qilish. Bog'i saqlab qolish kerakmi, bolalar o'ynaydigan joyini saqlab qolish kerakmi, birgalashib qilganda
u narsalarga erishishga imkoniyatlar bo'ladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, endi odamlar shaharda deganda bir-biriga yordam berishga imkoniyati bo'lishi kerak, xohishi ham bo'lishi kerak. Bu nimaga men yordam berish to'g'risida gapiraman, qurilish to'g'risida gapirayotganda? Chunki shahar, bino u odamlar yashaydigan joy, odamni umri o'tadigan joy. U kvadratniy metr emas, u investitsiya emas, odam umri o'tadigan joy. O'shanda odamlar bir-biri bilan ishlashga imkoniyatlari bo'lishi kerak. Bu ya'ni degani siz falonchiga pul berasiz, unaqa narsa emas. Ko'p paytda nimadir tuzatishga to'g'rilab berasiz yoki bolasiga qarab qo'yasiz yoki nimadir qilasiz. Mana shunaqa narsalar bo'lishi kerak. Unaqa bo'lsa, shahar yashaydi. Binolar yashaydi.